Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sentyabr oyiga umra mavsumi va oktyabr oyiga sentyabrga umra ziyoratiga borish narxlari qancha bo'lyapti? Hozir mana shu videoda 14 kunlik safarda sizlarga ziyoratgohlarda va u yerda sharoitlarni yoritib beramiz. Abror akam bilan birgalikda Centrum Holidays operatorlarini olib kelganmiz. Mana shu videoda o'tkazmasdan yaqinliklarga podpisa qilib, videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Aynan umra mavsumi, salqin havolar boshlandi. Umraga bormoqchi bo'lgan do'stlarimizga bitta like bosib obuna bo'lib jo'natib qo'yamiz. Hozirgi kunlarda Centrum Holidays orqali ishonchli firma bo'lyapti hozir. Hozirgi holatda $1050 bo'lyapti. $1050 bo'lyapti. Reyslarimiz Vodiydan bor, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati, Andijon viloyati, Toshkentdan bor, Samarqanddan ham bor. Do'stlar, mana Vodiydan, Vohadan va sizda Samarqanddan ham bor-a? Da, Toshkentdan deyarli har kuni bor. Toshkentdan reyslarimiz har kuni amalga oshirilyapti. Vodiyga keladigan bo'lsak, Vodiyda har 2-3 kunda reyslar bor. Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatlaridan. Bizni malakali 50 boshi, 1000 boshi olib ketadi. Ha, sizlar malakali, ilmi ta'limi kuchli 50 boshi birga sizlar bilan ziyorat qiladi. 14 kun davomida birga bo'ladi. 14 kun shu ziyorat qilsangiz, qayerda bo'lsangiz siz bilan birga borib, birga qaytib keladi. Sababi nimaga Centrum Holidays'da $950, $900, $850 deb chiqarishyapti boshqa firmalar, lekin Centrum Holidays'da sharoiti boshqalardan nima afzalligi tomoni bor? Nima uchun odamlar qimmat deb kommentariya yozadi yoki mana shu videoni ko'rib turgan inson nima uchun bularda $1050 yoki $1000 deb o'ylashi mumkin? Shu savolingizga manaqa javobimiz bor. Hozirgi holatda mana 850, 900 deb reklama qilyapti. U 850, 950 da reklamasida qanaqadir joylar yo'q, ziyoratlar, mehmonxona o'zaro bo'lishi mumkin. Mehmonxona o'zaro ovqatlanish, taomlanish boshqa bo'lishi mumkin. Bizning mehmonxonalarimiz Madinaga keladigan bo'lsak, 300 metr masofada joylashgan. Eng uzog'i ham. Eng uzog'i 300-400 metr masofada joylashgan. Daqiqada bir 5 daqiqa atrofida yetib boramiz. Bemalol 6-7 minut mana o'zimiz ham borib keldik, ziyorat qilib keldik. Xodim sifatida bormasdan ziyoratchi sifatida bordik. Shu ziyoratchilar orasida biz shu firmada ishlaymiz, Centrum Holidays'da operatorimiz yoki agentimiz deb qo'shilmadingiz. Yo'q. Biz odamlar orasiga ziyoratchi bo'lib, razvedka, qo'pol gapirganda, ziyoratchilar o'zi bizdan roziligini yoki noroziligini firma tomonidan yoki gruppadan shu narsani bilmoqchilar. Ko'pchilik lekin yaxshi fikr bildirdi. Aytib o'tamanki, masalan 14 kun davomida aytganimda 50 boshi birga yurdi biz bilan. Ehsonlarga bordik, Saudiyada Qabaqa degan tashkilot bor. Shu ehsonlar qilib berishdi bizga. Qizil dengiz, Jiddalarga birga bordik. Avtobuslari sharoitlari вообще zo'r. Konditsionerlar ishlaydi, har bitta avtobusda suvlar qo'yilgan. Ovqatlanish o'zimizning o'zbek milliy taomlar, o'zbek povurlar akalarimiz qiladi ovqatlarni. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal. Madinada 2 mahalda, Makkada 3 mahal. Madina Munavvarada Masjid-u Nabaviyga birinchi kechani o'zida kiramizmi Ravza-i Sharifga, ikkinchi kechadami? Qarang, shuni aytib o'taman, birinchi kechada kirasiz. Sababi уже siz Jiddaga qo'nib, Madinaga kelayotganingizda biz 50 boshimiz sizning hujjatingizni, pasportingizni olib bizga tashlab beradi. Biz Ravzaga kirish xodimlari bilan bog'lanib, sizga sertifikat, QR kod olib beramiz. Ravza-i Sharifga kirishlik uchun 100% kirish sharoitini yaratib beramiz biz. Shuni biz Telegramga tashlasangiz ham muammosi, o'zimiz ham kirib chiqsak bo'laveradi. Bemalol QR kodni ko'rsatib, kirib o'tib keta olasiz. Gruppadan ajrab, faqat uni soati bo'ladi, kirish vaqti. Soat vaqti bo'ladi. Shu vaqtiga soatiga to'lab bemalol kirib chiqa olasiz. Juda ham go'zal holatda ibodatingizni boshlaysiz ekan, sababi Masjid-u Nabaviyga birinchi kechani o'zida, ya'ni ziyoratingizni boshlamasdan turib Ravza-i Sharifga kirish bu juda ham odamga yana ham kuch-quvvat bag'ishlaydi degan umiddaman. Endi Masjid-u Nabaviyga kirib ibodatlar qilib 2 kecha yotib, 3-kuni ertalab yoki peshinda Makkaga yo'l olamiz. Qayerdan boshlaymiz? Makkaga yo'l olinadi. Aytib o'taman, Madinada 2-3 kun bo'lganimizda ziyoratlari ham bor. Xurmo bog'lariga boramiz. Bitta Qubo masjidlariga boramiz. Qiblatayn va yana Ravzaga olib kiriladi. Undan tashqari Uhud tog'iga ham olib chiqiladi. Albatta, Uhud tog'iga olib chiqib, shu yerda ma'ruzalar qilib, tarixda bo'lgan narsani, masalan, ko'pchilik bilmaydi ham qanaqa jang bo'lgan, nima bo'lgan. 50 boshimiz hamma yo'lda aytib o'tib, ma'ruza qilib tushuntirib qo'yadi. 3-kuni biz ehromlarda mehmonxonada o'rab, Miqotga borib, Zulhulayfada niyatlar qilib, Makkaga
talabga aytib ketaveramiz. Yo'l aytib, labbaykani aytib, yo'lga chiqa olasiz. Makkaga bordik, u yerda birinchi kunda borgan kunimizda umra amalimizni bajaramizmi? Albatta, mehmonxonaga chemodanlarni qo'yib, xonalarga kirib, joylashib, joylashtirib, pastga tushirib, hamma guruh yig'iladi. Eliboshi ash paytda kelib mehmonxonaga joylashdingiz, umra badaniga chiqib keta olasiz. Soat necha bo'lishidan qat'iy nazar. Farqi yo'q. Kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, qizig'i yo'q. Shu kelishingizga уже umra badaniga chiqib ketasiz. Keyin yana ikkinchi kundan damlarni olib, ikkinchi, uchinchi kundan ziyoratgohlarda boshlaymiz. Albatta do'stlar, ziyoratgohlarimiz Makka Mukarramada juda ko'p. Operator bilan yana bog'lanib bir qator gaplashsanglar, ma'lumot berib yetkazib beradi sizlarga. Kimda qanaqangi savollar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Savolinglarga to'liqroq kelgusi videolar to'g'irlab sizlar uchun ma'lumot yetkazib beraveramiz. Endi u yerga borganingizda Xavfa degan akamiz boshida aytib o'tgandek, tashkilot bor, arablarni oshiga olib boradi va undan u yerda ham quruq kelmaydi ziyoratchi. Yo'q. Qur'on kitob beriladi. Albatta. Bepulga hadya qilinadi. U tashkilot tomonidan, u Saudiya tomonidan beriladi. O'sha sentrumdan yoki boshqa Xavfa tashkilotidan beriladi. Albatta. Bu narsani olishning imkoniyati ham bor. Soatda agar kimdir bora olmasa, betob bo'lib qolsa, aynan ana shu kuni soatda 2-etajda adashmasa Xavfa degan tashkilotning o'zini joyi bor. Vizasini olib chiqsa beraveradi. Albatta. Hadyalar bilan beradi. Tarixiy ma'lumotlarni yetkazib beradi o'sha joyda. Endi ota-onasini ishonib topshirayotgan insonlarga aravachada yuboradigan insonlar borda, ko'pchilikda ota-onasi yoshi katta bo'lishi mumkin, o'zi yurishi mumkin, yura olmaydiganlarni jo'natishi mumkin. Shularga ham sharoitimiz bormi bu yerda yurgani? Albatta sharoitimiz bor. Mana ota-onasini jo'natib, o'zi bora olmaydigan, onasini jo'natdi yoki otasini jo'natdi, aravada bo'lsa, xizmatimiz bor, o'zimizning xodimlarimiz bor, aravada borib umra badanini qildirib qo'yib, polностью parvarishlab yonida turadi. Albatta eliboshimizga ham tayinlanadi, чтобы o'sha insonga e'tiborlicha kuchliroq bo'lishini. Ozgina qiyinchilik bo'lgani uchun o'z ibodat qilishlikka e'tibor qaratadilar. Agarda guruhda yoshroq insonlar bo'lsa, qarashib yuboradi, qarab turmaydi. Bemalol tashlab qo'ymaymiz. Tortinmasdan aytsangiz bo'laveradi. Ovqatlanish masalasi ko'p yurganman. O'tirib ovqatlanib o'tirsak, oshxonada ko'pchilik so'raydi-da, to'ymay qoladi ozgina. Yosh katta insonlar bor, ishtahasi zo'r bo'ladi. Albatta, ibodatdas. Yana qaytadan ovqat olsak bo'ladimi? Bemalol shu narsani aytib o'tib ketay. Ota-onasini jo'natayotgan insonlar tortinmasin. Agar ovqatga ozgina ehtiyoji bo'lib, yana ovqatlanib borib olishlikda imkoni qadar bo'lsa, borib ovqat so'rab DPsini, o'sha DP deyiladimi? Borib olish imkoniyati bor. Albatta do'stlar, ota-onangiz jo'natyapsizmi? Kamchiliksiz umra amalini bajarib kelishligi o'zini qo'lida. Qanaqangi savolingiz bo'lsa, taklifingiz bo'lsa, 50 boshiga murojaat qilsa yoki o'zida savol bo'lsa, bemalol ashida yurgan insonlar bor. Ko'p 50 boshlar, hammasi bitta guruhga, ana shu guruhga biriktirilmagan. Nechta guruh bo'lsa, hammasini 50 bosh kimi so'rang. Siz 50 boshimisiz? Ha, shunday savolingiz bo'lsa bering, mana shu yechim bor menda, savol bor, shuni yechib bering desangiz, qo'ldan kelgancha imkon qadar yechadi. Chunki nimaga? Sentrum qo'lingiz aynan hozirgi kunda filmlardan ko'ra odamlar endi Abrorga qarang, 50 boshni tanlashga o'tishdi. Albatta. 50 boshi nimaga desangiz, 50 boshi asosiy odamda. 50 boshidan masalan biz qanaqadir o'zimiz bilmagan narsamiz olamiz. 50 boshi ilmi bo'lishi kerak. Shu insonga ergashib keladi, ishonadi. Albatta, ma'ruzalar qilish kerak, ilmi bo'lishi kerak, tushuntirib odamlarga tarixda yetkazish kerak. Shu ovqat masalasini aytib o'taman. U yerda konkretno porsiyalanmagan. Mana masalan bitta porsiya yeysiz, bo'ldi, sizga boshqa berilavermas. Ibodatda quvvat, kuch kerak. Ibodatda yurasiz, quvvat sarflanadi. Quvvatlanish uchun albatta ovqatlanish kerak. U yerda odamning porsiyasi manaqa deb belgilanmagan. Qoningiz to'yguncha bemalol ovqatlana olasiz. Hech qanaqa haligi porsiya unaqa narsa yo'q. Uyalmasdan, tortinmasdan, xuddi o'zingizda his qilgandek borib bemalol olib ovqatlana olasiz. Do'stlar, pastda nomer qoldirib qo'yganmiz. Rossiyada turib jo'natadigan insonlar yoki Tojikistondan borgan insonlar ham imkoniyat bor. Tojikistondan keladigan insonlarga, Qozog'istondan keladigan insonlarga sharoit yaratib beramiz. Mehmonxona xizmatimiz bor. U o'zimizning hisobimizdan, kompaniyamizning hisobidan bo'ladi. Tojikistondan kelgan odamlarni mehmonxonaga kutib olib joylashtiramiz. Ovqatlanishini hamma o'zimiz bo'ynimizga olamiz. Chiroyli kuzatib qo'yib, ibodatlarni qilib kelgandan keyin chiroyli kutib olib, yana o'z davlatiga kuzatib qo'yamiz. Albatta. Rossiyadan keladigan bo'lsak, Rossiyadan ham reyslar qilib qo'yganmiz. Rossiyadan uchaman desa, o'zimiz o'zbek masalan yurtdoshlarimiz ishlab yurganlarga ham sharoit qilib beramiz.
Rossiyadan borib o'sha bu yerda borgan Yurpay qo'shilib yursa Albatta, bo'ladi. Rossiyadan uchadi, bu yerdan ketgan gruppada samolyotda, aeroportda birga Bu qo'shiladi. yerga kelib rasxod qilib yurish. Yo'q, qo'shishcha O'zbekistonga uchib kelib 200-300 dollar biletiga sarflash Rasxod hojati qilasiz. yo'q. Primoy o'sha Rossiyada qaysi davlatida bo'lsa, biletni qilib beramiz, sharoitini qilib beramiz. Shu davlatdan, shu shahardan Primoy Jiddaga uchib oladi, u yerda xodimlarimiz kutib olib guruhga qo'shib qo'yadi. Albatta do'stlar, umra mavsumida mana shu chiroyli holatda, shu aytgan ma'lumotlar tayangan holatda ota-onasini jo'natmoqchi bo'lgan insonlar pastda nomer qoldirilgan. Telegram, WhatsApp, email hamma ijtimoiy tarmoq ishlaydi. Agar siz Yevropada bo'lsangiz, mablag'ingiz ko'p ketib qolmasin, O'zbekiston nomeriga telefon qilib ijtimoiy tarmoqda 24 soat Centrum Holdings operatorlari ofisda o'tiradi. Imkon qadar agar kech bo'lsa ham baribir uyga ketadi. Uyda bemalol sizga savolingizga javob berilaveradi. Agar siz imkon qadar telefon qilsangiz, yanada to'liqroq ma'lumot olasiz. Agar yanada 100% ishonch hosil qilib ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, ofislarda telefon qilib so'rasizlar. Ofis qayerdan, viloyatdan bo'lsangiz, qaysi vohadan bo'lsangiz, Toshkent shahardanmi, vodiydanmi, vohadanmi, ana shu vodiy vohada ochilgan ofisimizga sizni yo'naltiramiz. Borib yanada to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Faqatgina mana shu nomer saqlab qo'yib, umra ziyoratiga borishni niyat qilib qo'yinglar. 2026, 27 yoki 25-yilda oxirigacha niyat qilinglar. Chunki ota-onasini faqat yaxshidan jo'nataman degan insonlar uchun mana shu Centrum Holidays kompaniyasini ishonchli o'z litsenziyasiga ega firmada jo'natinglar. Mehmonxona, ovqatlanishi, ibodati kamchilik, nuqsonsiz bo'lib keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berdi degan umiddaman. Kelgusi videoda yanada narxlarimiz arzonlasa, narxlar arzonladi, urgulinglar deb yana video qo'yamiz sizlar uchun.